Yo, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga birinchi bor O'zbekistonda Voyah brendiga tegishli bo'lgan mashinani ko'rsatib o'tamiz. Bu mashinaning nomi Voyah Courage. Kommentariyada narxini siz taxmin qilishingiz mumkin qanchaligini. Texnik xususiyatlariga kelsak, bu mashinamiz to'liq elektr 570 kilometrgacha to'liq masofani bosa oladi. Mashinamizda 439 ot kuchi bor, 100 gacha 4-9 sekundga chiqadi. Keling, mashinaning ichki salonini ko'rsatib o'taman. Mashinamizda kojinli va alkantara qo'shilgan salon, kichkina monitor va head-up display, Face ID, besprovодная zaryadka, cruise control hamma qo'shimcha narsalardan bor. Mashinamizning zo'r funksiyalaridan biri qo'l yordamida sentralniy monitorni passajir tomonga o'tkazib bo'ladi. Mana bu yoqdan kichkina podstavkani chiqarsa bo'ladi. Bu yerda uzoq yo'lga ketganda narsalarni qo'yib, yoki kimda dars qilib, yoki kimda ish qilib ketsa bo'ladi. Mashinamizga ikki oldi sideniyalarga Bluetooth abagrev va massajlari bilan jihozlangan. Mashinamizning orqasi juda ham keng. Oldida o'tiradigan podlokotnik, lyuk va panoramalari bor. Mashinamiz baloni R20 Pirelli kompaniyasidan ishlab chiqargan italyanskiy arzon bo'lmagan balonlardan jihozlangan. Bu mashina qancha deb o'ylaysiz? Narxini kommentariyada qoldiring, like va podpiskani unutmang. Xayr.